Amaldagi texnologiyaga ko'ra poliz ekinlarini yetishtirishda erta bahorda yerlar shudgorlanib va chizilanadi. Keyinchalik egat ochiqchilar bilan egatlar ochiladi va qo'l bilan organik o'g'it solinadi. Solingan egatlar akushniklar yordamida ko'milib, ekish pushtalari hosil qilinadi. Hosil qilingan pushtalarga qo'l mehnati bilan poliz ekinlari, urug'lari yoki ko'chatlari ekib chiqiladi. Bu esa qo'l mehnatining oshishiga va yong'in moylash materiallarining oshib ketishiga sabab bo'ladi. Ushbu kamchiliklarni bartaraf etish maqsadida Qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash ilmiy-tadqiqot instituti olimlari tomonidan kuzda bir yo'la poliz ekinlari ekiladigan pushtalar ostiga organik o'g'itlarni lokal usulda solish qurilmasi ishlab chiqilgan. Ammo bahorda ushbu tayyorlangan pushtalarga poliz ekinlari, urug'larni ekadigan qurilma ishlab chiqilgan. Ushbu qurilma ostiga organik o'g'it solingan pushtalarni erta bahorda yuzasiga ekish oldi ishlov berib va poliz ekinlar, urug'larni aniq ekib ketadigan kombinatsiyalashgan agregatdan tashkil topgan. Kombinatsiyalashgan agregat ikki qismdan iborat bo'lib, uning oldingi qismi sug'orish egati va pushta yon bag'irlariga hamda pushta tepasi ekish zonasiga ekish oldi ishlov berib, ikkinchi qismida joylashgan pnevmatik seyilkasi poliz ekinlar, urug'larni aniq ekib ketish uchun mo'ljallangan. Kombinatsiyalashgan agregatni oldingi qismi sug'orish egat tubi va pushta yon bag'irlariga hamda pushta tepasiga ishlov berib, unda mayin tuproq qatlamini hosil qiladi. Hosil qilingan pushtalarga esa pnevmatik ekish seksiyalari poliz ekinlar, urug'larni aniq ekib ketadi. Ushbu qurilma foydalanilganda qo'l mehnatini bartaraf etishga hamda yong'in moylash materiallarini sarfini kamaytirishga erishiladi. Ushbu qurilmadan foydalanganda yillik iqtisodiy samara bitta agregat uchun 20 million atrofida bo'ladi. Mazkur qurilma Yangiyo'l tumani fermer xo'jaliklarida, Qishloq xo'jaligi mexanizatsiya ilmiy-tadqiqot institutining tajriba xo'jaliklarida joriy qilingan hamda O'zbekiston Respublikasi Intellektual mulk markazining foydali modeliga patenti olingan.